Bismillahdan boshladim. Sizlar uchun bir hikmat, faqirlarga bashorat, oqil uchun bir ibrat. Eidi Qurbon kelganda Rasululloh chog'landi. So'ymoq uchun 2 qo'yning oyoqlari bog'landi. Oqibatin bilmasdan ahli nodon so'zlari, kerakmidi shu ishlar, faqir bo'lsa o'zlari. Halovat yo'q toatda, bizlar dunyo g'amida, xavotirda Mustafa, ayting kimning g'amida. Ko'zni oching mo'minlar, hikmatdir har ishlari, o'zlarin o'ylamaslar, ummatdir tashvishlari. Faqirlarga xush xabar, havas qilar boylar ham, yig'lab havas qilgaydir, yuzlab qo'y so'yganlar ham. Asli bayon shundadir, muborak qo'llar bilan so'ydilar 2 qo'yni ixlos muhabbat bilan. So'ngra duo qildilar. Hojamsan-ku yagona, bitta qo'yni o'zimdan qabul ayla Robbana. Yana duo qildilar. Haqqa nola qildilar, ummat uchun chekib ham qalbni vola qildilar. Duo qilardi ko'p yosh, eshitgan qilmas bardosh. Kimlar uchun qayg'urdi, anglagin ey bag'ritosh. Qiyomat tong o'tguncha ehsonim bo'lsa maqbul, barcha faqir nomidan bag'ishladim et qabul. Duo ketdi Rasuldan, oxir zamon bo'lguncha, noumid bo'lmang faqirlar, imkon so'rang o'lguncha. Men ham faqir va miskin, lekin qalbim yumshamas, toatlarim ko'z-ko'zga, ibodatga o'xshamas. Ya Robbana nasib qil, Habibing ehsonidan, so'rab hayo qilarman, duoyim nuqsonidan. Rahmatingni cheki yo'q, menda zarra gumon yo'q. Xos ummatin qilmoqqa sendan boshqa umid yo'q.